Dada salom, pul tamom. 200 ming tashlab bering, o'qishimga kerak bo'lyapti-da. Aynan ay student o'g'ilcham, senga 200 ming emas, 400 ming tashlayman. Sen o'qisang bo'ldi. Sen Silipoy bizni o'g'ilcha o'qishni bitirsa, ministr bo'ladi. Hozir tashlayman, jonim bacham. Rahmat dadajon. Ana tushdi. Uf, dada, yana pulim qolmay qoldi. 500 ming tashlab turing, fondga yig'atdik. Senga 500 ming emas, 1 million tashlayman, jonim bacham. Sen Silipoy bizni bacha birovdan kam bo'lmay o'qisa bo'ldi. Hozir tashlayman, o'zimni bo'zish ministrcham. Rahmat dadajon. Dada, 1 million so'm pul kerak bo'lyapti. Ustozim tug'ilgan kuniga yig'ayotgandik. Hozir tashlayman. Rajab, o'g'lingga shuncha pul jo'natibsan, bir nazorat qildingmi? Qafasdan chiqqan qush boshi oqqan tomonga uchadi. Xuddi shu ministringni nazorat qil jo'ra. To'g'ri aytasizlar. Men ketdim Toshkentga, o'g'ilchani bir nazorat qilib kelay. Darslar juda-ku bacham. Yo, darsdan charchagan payt madaniy xordiqda. Madaniy xordiqda hassani onachang. Turda, tartachan. O'zi ota bobolarimiz to'g'ri aytgan ekan. Erkak kishini to'qchilik, ayol kishini yo'qchilik buzadi. Oldinga tash. Baras o'g'il endi ranking mollarni tayda biladi. Endi yursan. Qalpoqqa chanashni sudrab ketaman. Jalka sanga, ota jalka, pul jalka, kontrakt jalka. Tuf sanga. Yo, biladi, yomon plas.